Assalom deganda ochildi gul. Assalom deganda sayraydi bulbul. Assalom deganda dillar yayraydi. Shuning uchun aytamiz, quruq ko'ksimizda omonmisiz do'stlar, salom, assalom. Yangi yil arafasi bilan shu Samarqand oshxonamizga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Sizlardan qarz olgan edimmi? Qarsak yo'qmi sizlarda? Eshitmayapman-da. Yo, yaxshi ketmayaptimi? Agar qarz olgan bo'lsam aytinglar. Yo'qmi, hammasi yaxshimi, tinchlikmi? Yangi yilni yaxshi o'tkazamizmi? Ha, bilaman endi. Shu ovqat hech vaqt ketmaydi. Bu yerga ozgina o'yinlar Xudo yaratgan. Kabi Gullar bitta qarsaklar bo'lsin-ku bo'lsa. Shu Samarqand restorani uchun. Gaplar gapildingiz. Joningiz sog' bo'lsin. Birinchidan bitta savol bermoqchiman sizlarga. Shu ko'ryapman, shu 4 kishi yaxshi ketyaptimi, kamchilik yo'qmi? Samarqand tomonidan? Xo'p. Shu bormi? Ayting, kamchilik bo'lsa ayting. Topolmayapman. Ha, afsanmi? Afsanlar endi banda. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz. Ha, majlisda. Men ikkita savollarim bor edi. Agar iloji bo'lsa, maylimi shu savollarni bersam agar? Ha, mayli. O'zbekiston mafiyasini kim yozgan? Mutafurxon. Yo'q, O'zbekiston mafiyasini yozgan Abdulla Aripov. Bunda musiqasini yozgan. Ha, musiqasini? Yo'q. Ya. Maqolni davom ettiring. Bor tavog'im. Maqolni davom ettiring. Bor tavog'im. To'pida. Labay? Agar yo'lga o'tasiz, shu mana 5 kishi o'tiribsizlar. Shu yangi yil bilan do'stlaringizni tabriklashni xohlamaysizmi? Agar xohlasangizlar, har bitta stoldan bir kishi chiqishi kerak-da. Maylimi? Men endi bilaman. Birinchi shu stollarni ustiga yozilgan stollarni qaranglar-da. Nomerlar turibdi. Ben şu nomerni aytaman, shu odam chiqishi kerak-da. Maylimi? Vakilingiz yo'q? Yomon tushunaman. Men endi raqam aytaman, sizlar chiqinglar shu stoldan. Maylimi? Gabi. İkinci stoldan. İkinci raqam stol. Bir kishi. İkinci stol. Bir kishi chiqishi kerak. Mana stolning ustiga qaranglar, 2 yozganman. Nomeri yo'q. 2 bo'lsa kerak. Yo'q. Yo'q, nomeri bor ekan. Yedinci stol, 6, 5. stol. Abi bir stoldan bir kishi chiqishi kerak, deydi bunu. Siz berib chiqinglar, tushuntirman akajon. Endi yangi yil-ku. Yangi yilni yaxshi o'tkazishimiz kerak. Yoshlar chiqadi. Bu yerga namunalar ham bor. Ular qarayapti, qanday bular o'tkazdi deb. O'zbekistonga yilning odam chiqadi. Keling, marhamat. Gullar qarsaklar bo'lmaydi. Qahramonlarni qaranglar mana. 5 ta qahramonlar. Mana opamizdan shu yerda. Bizning oyimizda. Я вас убью. Я сейчас уже надо. Вот концерт закончим, потом можно. После продолжения. Я за O'zbekiston. Gabi, sizlarni tabriklaringiz bo'lsa kerak do'stlaringizga, uydagilarga. Можно наши. Gabi, bilmayman. Men aytaman, ularning stollarini nomeri 3. Третий стол, пожалуйста. Я еще не закончил. Третий стол. 1 человек. Один за другого. Да. Sizlarning tabriklaringiz bor. Shuning uchun marhamat.
Девушка, добрый, я там играю, моя хата играю. Do'stlar, yangi yil arafasida shunga yig'iliblar. Avvalambor sizlarni hammalaringni ota-onalaringni, tanijonlarini sog' qilsin. Yangi yillarda hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Qolaversa, shu hammalaring shu yangi yillarda yangi orzu nima niyatlaringlar bo'lsa, hammasiga erishishinglarni tilab qo'yishman. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yana kelashga yana shuni olib turaveradi. Sog' bo'linglar. Yaxshi kutib yangi. Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, opalar. 2016-yilga oldinga erishinglar. Hammaga sog'lik, salomatlik, dunyomiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kimki nima yaxshi niyat bilan kelgan ekan Koreyaga, orzu havasiga yetsin. Hammaga sog'lik, salomatlik. Shu nima deymiz? Hammani tanjonini sog' qilsin. Shu erishgan nima niyat qilgan bo'lsa, shu niyatiga erishsin. Hammaga sog'lik, salomatlik. Albatta, rahmat. Bemalol. Salamatlar-mı? Şu yangi yil bardığınızga yangi yiliklerdi alıp kelsin. Şu bardığınlarga şu yangi yil bardığınlarga şu bakıt, uzun ömür, büyülü ömürge, tınçılık, şu aman esen mekenimizge jet olayı bardığız. Kanday niyetler bilen gelsek bardı şu niyetleri işe yazsın. Tamam. Akam siz barcha yangi kirib kelayotgan yangilik bilan tabriklayman. Ushbu yilda erishmagan orzularingizga, narigi yilga, 2006-yilga erishishlaringizga tilayman. Barchangiz sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Hangi Malmut'ta, O'zbek Malmut'ta, Kenya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammalarga xush kayfiyat tilayman. Bu ukamiz Arabistonda bizni sherigimiz bo'ladi. Koreys tilini bilmaydi, yaqinda kelgan, ingliz tilini biladi. Assalomu alaykum. Shu assalomu alaykum deb biladi hamma. Okay. English man can channel Abdullah. Yes. Happy New Year. That's enough. Okay. Thank you. Hammalarga, ishlaringizga omad, yangi yilga nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlarga yetinglar. Uydagilarga, aka-ukalar niyatiga yetsin. Xullas, yangi